Shibirg'on, Darzob hammasi yig'lamang aba. Aziz vatandoshlar, mana shunday shal bo'lib, oyoqdan qolib yotgan kishilar mana shu hovliga zindagalik qiladi. Assalomu alaykum. Havajon sog'sizmi? Baxayr borsizmi? Jongin ajormi? Takliflaringiz yaxshimi? Ha, yaxshi bo'lsangiz bo'ladi. Alloh shifo bersin. Mana bizlar ham sizni yo'qlab keldik. Abdurahim obajon. Mana davo ro'moringiz ham ko'p bo'lar nomi xudo. Degan Xudo sizga shifo bersin. Teringiz og'riydi Abdurahim oba. Meni shu faqat ana shundan pasim og'riydi. Tamom. Sinami? Yot oyoqlarim bir faqat ana shundan baland kallam ana shundan balandim soya. Shundan pasim shalay. Yurolmaysizlar. Yurolmayman ham tanaga. Ha, ko'rdingiz, mana davolaringizni ham ko'rdik Abdurahim oba. Xudoning sizga degan o'sha siyati komil bersin, inshaalloh yaxshi bo'ling, dayo bo'ling, yuring. Degan qavmlar musofir bachalar. Erondan, Turkiyadan, degan Shibirg'on, Darzob hammasi yig'lamang aba. Yig'lamang aba. Degan ham mana shular bir tidod pul, bir miqdor pul yuborgan ekan. Hali ham qo'limizdan bir zot kelmaydi ekan, va sizni kunda yo'qlasak, u bir zot ketirib bersak, degan o'shalar bir zot yuboribdi, o'shalarning vosilasidan, o'shalarni bergan amonat bizaga o'sha pulni mana shunday kishilarga yetadi. Aziz vatandoshlar va aziz qavmlar, bergan pullaring hadar ketmaydi. Biz faqat sizlarga bir vosila olamiz, u qo'llaringdan bizaga yuborasizlar, ketirib mana shunday joylarga beramiz. Yig'lamang abajon. degan bo'ladimi? Bu qanday qilasiz? Men tanimadim. Men marhum Xalpag'abbar abayizni o'g'liman. degan bizaga ham bir duo bering abajon. Xudo duodan yo'qlang. Xudoya gunohkor ish bandayman. Xudoya o'zing yetishtirgin Xudoya. Xudoya xizmatlarini yetishtirgin Xudoya. O'zing bandam bilganda Xudoya. Ilohim men Xudoya o'zing bandam bilgan Xudoya o'zing. Meni esim ketibdi, xullas bir narsaga gapirardim bilmayman. Xudoya. Siyat salomat duo qiling abajon. Yig'lamang. Yig'lamang, hamma bizga ham bor. Xudoning olish shukr yaxshiroqsiz. Bundan ham yaxshi bo'lib ketasiz inshaalloh. İnşallah yaxshi bo'lasiz. Oyoqlarim shallikka yaqman, oyoqlarim inshaalloh. Ilohim imkonoti moli, imkonoti iqtisodiy, dori davosini ko'rdik bizlar. degan sizlardan xohish va har zotiga har miqdor shuni shifoyobligi uchun va tuzalishligi uchun bir miqdor ko'mak qilasizlar aziz vatandoshlar. Xabar ketmaydi. Xudoning ajri azimini oxiratga beradi sizlarga. degan ko'rdinglar o'zlaring ne holatga va ne raqam joyga zindaglik qiladi.